Assalomu alaykum hurmatli xaridorlarimiz va obunachilarimiz va Behruz obunachilari. Xudo xohlasa men bugun o'zim YouTube kanalimdan sizlarga bir Jak M3 olmoqchi bo'lgan mijozlarimizga qisqacha bir obzor qilib bermoqchiman. Qanday, ya'ni bu mashinani qanday olib chiqib ketsanglar bo'ladi va to'liq qilgandan keyin necha kun ichida chiqib ketishini sizlarga chiroyli qilib obzor qilib beraman. Ko'rib turibsizlar, hozir skilatursa mashina taxlanib turibdi, yo'q zavod qurilyapti. Avvalambor hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Shuni ham aytdik, bu mashinamiz hozir Jak M3'imizni ko'rib turibsizlar, diskali Jak M3 Plus bu. Zavodskiy kameralari bor va o'zining zavodskiy kamerasi bor, orqada zadniy kameralari bor. Bu 215 million 460 ming so'm. Pramoy zavodning narxi ko'rib turibsizlar, zavod turibman hozir mana. Polniy buyog'imiz, skeletimiz. Shu yerdan hozir to'liq qilgan mijozlarimizga bitta berilyapti. Hozirda men Qashqadaryolik mijozim to'liq qilgan Pashti 3-kuni 3 kunda Jak M3 oq rangini olib chiqib ketyapti. Sizlardan bir narsani aytmoqchiman, ozgina kutishinglarni so'rab qolamiz, hurmatli xaridorlarimiz. Chunki sirazi chiqib ketmayapti. Ya'ni bir kunda chiqazib beraman degan bunaqalarga ishonmanglar. Chunki hamma shu o'zi bu mashinalarimiz hozir davlat tomonidan kirgani uchun hamma bitta odamdan shartnoma olib sizlarga beradi. Bir xillar bor, boshqa odamning nomiga chiqqan, misol uchun 3 kun oldin to'liq qilgan mijozning mashinasini avtosalonga olib kelib qo'yapti-da, xaridorlarga tashlab beryapti. Mana menda mashina bor, bir kunda chiqib ketadi. Lekin unaqa narsa yo'q. Sizlar to'liq qilgandan keyin bir kunda chiqmaydi u narsa. 2-3 kunda. Keyin sizlarga vaziyatni tushuntirishni boshlaydi. Men hech kim bilan yomon bo'lishni xohlamayman. Juda ko'pchiligiga mashina sotganman. Misol uchun opalarimizga sotganman, akalarimizga sotganman. Hammasi bilan xudoga shukr aka-ukaday bo'lib qolganman. Undan keyin ham xuddi shu narsa bo'ladi. Misol uchun mashina men mijozga to'g'ri ma'lumot berishga harakat qilaman. Olsa ham, olmasa ham to'g'risini aytgan yaxshi. Hozirda bu mashinani olmoqchi bo'lsanglar, 100% to'lov qilgandan keyin uzog'i 3 kun vaqtinglarni ajratinglar. Ya'ni orienteringlarni olinglar, ishinglar bo'lsa ham, boshqasi bo'lsa ham. 3 kun ichida dohol chiqazib berishga harakat qilamiz. Agar balkim bir kunda chiqishi ham mumkin. Endi bu bizning qo'limizda emas, zavodning qo'lida bo'lgani uchun sekin-sekin rastamoshka qilib, shot spravka bilan berilyapti, hurmatli xaridorlarimiz. Men sizlarga ham hozir buni videoni o'zim olib, chiroyli qilib bir tushuntirib o'taman. Hurmatli xaridorlarimiz, mana men o'zim kameraning orqasiga o'tib sizlarga bu M3'larimizni ko'rsatib ketmoqchiman. Mana hozir polni sanraylarimiz ham chiqqan, faqat sotuv hali narxi chiqmadi sanrayni. Hozir mana M3'larimiz narxini aytib o'taman. Keyin nariga arzonni ham aytib o'taman. Hurmatli xaridorlarimiz, mana bu 215 million 460 ming so'm. Bu M3'imiz. Ko'rib turibsizlar, bunda zadniy kamera, partronik signalizatsiyalar, zavodskiy diskada. Arzonchimiz keladigan bo'lsa, mana ko'rib turibsizlar, zadniy kamerasi yo'q. Bu ham Jak M3. Ko'rib turibsizlar, kalpakda bo'ladi. Lekin qaysi birini tavsiya qilasan desanglar, bu yumshoqroq bo'ladi. Bu diskada bo'lganligi sababli. Endi buni mana ichida kamerasi bor, ko'rib turibsizlar. Ya'ni monitori bor. Qolgan hamma joy bir xil, haligi mashina bilan. Uni narxi necha pul desanglar, qarang. Buni narxi 1 million 600. Hozir buni ham kalitni o'zida bo'lsa ochib ko'rsataman. Kalit o'zida emas ekan. Mana magnitofoni bor. Ko'rib turibsizlar. Bo'ldi, qolgan hamma narsasi pashti bir xil. Xo'p. Hurmatli xaridorlarimiz, faqat Jak M3'larni hozir obzor qo'yayotganim sababi mana qora rangi ham turibdi. Qora rangi necha kunda chiqadi deganligi 100% to'lov bo'lsa, bu ham 3-4 kunda chiqib ketyapti, hurmatli xaridorlarimiz. Chunki bu ham sirazi chiqmayapti. Chunki birinchi O'zbekistonga oq rangli xadovoy bo'lganligi uchun oq rang birinchi rastamoshka bo'lgan. Bular ham sekin-sekin bo'lyapti. Ko'rib turibsizlar. Mana Pramoy betdan zavod qurilyapti, hurmatli xaridorlarimiz. O'zi Jak bu sinovdan o'tdi. Bilasizlar, motorlari ham sepli, 1.8 atmosferli motor. Mana zavodda polni terilyotibdi. Ya'ni ko'p mijozlarim ishonmayapti-da. Boshqa joy beryapti ekan, boshqa joy qilib beryapti ekan, bir kunda chiqazib beryapti. Biz ham bir kunda chiqazib bersak, bizga ham bu narsa plyus-da. Chunki mijoz orqasidan har doim mijoz kelgan menga. Men bor narsani aytaman, hurmatli xaridorlarimiz, men hech kimni ovora qilib, hech kimni ishidan qoldirib, hech kimni ishini orqaga tortkim kelmaydi. Qancha biz sizlarning ishinglarni tez chiqazib bersak, bizlarning o'zimizga ham shuncha plyus. To'g'risi-da. Mana ko'rib turibsizlar, Jak M4 9 mestali B kategoriya bilan haydasanglar bo'ladi. Bunimizda narxi necha pul desanglar, 230
Tak 230 milliondan oshiqroq bu mashinamizning narxi. Hop buni narxini ham yozib qoldiraman sizlarga. O'sha bo'lmasa pastda nomerimni ham qoldiraman. 90lik 069 20 20. Mana hozir Qashqadaryolik bir mijozimiz oq to'loq qilgan, o'shani mashinasini chiqazib beraman. Xudo xohlasa meni chiqib ketishadi rozi bo'lib. Uni ham bir oxirida qo'yib boraman. Mana furgonlik kerakligi, tayyor furgonligi ham bor. 199 million 80 ming so'm. Ko'rib turibsizlar, furgonlisi. Bemalol bunda yuk tashlalar ham bo'ladi, gayib, hech narsa demaydi. Mana. Mana. Narigi M3'imizda, hali Presto M3 dedimi, 200 1 million 600. Mana xuddi shunday bo'ladi buni ham. Niqasi bo'lmaydi. Ichki orqa tomonlari bemalol yukka bosib urasizlar. Hammalarga yaxshi kunlarga nasib qilsin. Faqat hozirda balkim keyinchalik bir oy, 2 oyda yo'liga tushib ketsa kerak bu narsalar. Men aytmoqchi bo'lganim, ozgina sabrli bo'linglar, hurmatli haydovchilarimiz. Hamma xohlaydi, bilaman u narsani. Hamma shunday to'lov qilingki, mashinani olib chiqib keting. Chunki baribir to'lov qilgandan keyin uydagilar kutayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa odamlar kutayotgan bo'lishi mumkin. U mashinani yuvish kerak bo'ladi. Baribir yangi mashina olganingizdan keyin hamma sizga havas qiladi. Mashina olibdi, maro bo'lsinga chiqishadi. Men u narsani juda yaxshi bilaman, chunki o'zimni ham shunaqa hayajonli bo'lgan. Mana hurmatli haydovchilarimiz. Endi men sizlarga buni hozir motorlarini juda ko'p aytganman, hozir ham aytib ketaman. Sizlarga hozirgi bo'layotgan jarayonni aytay dedim. Agar video xudo xolisi yoqsa, ma'qul kelsa, sizlarga iloji boricha YouTube kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar va o'zingizlarning viloyatingizda gruppalar bo'lsa yoki bir tanish bilishinglar bo'lsa jo'natib qo'yinglar. Ular ham ya'ni videoni ko'rib tiniq ma'lumot olishsin. Mana qora ranglari ko'ryapsizlar, oxiri tugamayapti. O naryoqlar dalsh ketgan polniy. Qo'limdan kelgancha masalaga qisqacha bir tushuntirib berishga harakat qilyaptim. Mana M3 qora ranglari. Lekin buni M3 qorasi arzonchidan yo'q. Ya'ni 201 million 600 ligidan yo'q. Bu 215 million 460 ming so'm. Mana naqd ile avtokredit qilib chiqarsanglar bo'ladi bularni. Bemalol. Mana yerinmasdan shu keldim, qorasini ham ko'rsatay deb. Hurmatli haydovchilarimiz, shu boya aytganimdek ozgina sabrli bo'lasizlar. To'lov qilgandan keyin uzog'i 2-3 kun, 4 kunda chiqib ketyapti mashina. Misol uchun to'lovlarni qilib, misol uchun uzoqroq joydan keladigan bo'lsanglar, to'lovlarni qilib, yana uylarga qaytib ketsanglar bo'ladi. Endi bir xil aytish mumkin, rasxod bo'lib ketadi. Deyishinglar mumkin. Endi nima qilaylik? Bizning ham qo'limizda emas. Qo'limizda bo'lsa, shartda kalitni olib, mana aka mashinangiz maro bo'lsin deb chiqazib bersak. 1.8 atmosferli motor Toyota bilan samnisni ishlangan. Metan propan bemalol tushadi. Zapchastdan muammo yo'q. Zapchastdan hech muammo yo'q. Chiqaringlar o'zimga. Zapchast bo'yicha bo'ladimi? Misol uchun metan qo'ydiraman, promoy olib turib, desanglar ham servis bor, gaplashib beramiz. Narxlarni qo'llangan chiroyli qildirib, bemalol yettandan qo'ydirib olib chiqib ketsanglar bo'ladi. M4larimiz turibdi. Nalichida bor, yo'q emas mashina. Promoy mana hozir zot o'zi kelib, sizlarga bir chiroyli obzor qilib berishga harakat qilyaptim, hurmatli haydovchilarimiz. Hozir mashinasini olib chiqib ketamiz mijozni. Qashqadaryoga ketyapti. To'lov qilganiga 3 kun bo'lgan. Mana 3-kuniga xudo xolisi chiqib ketyapti mashina. Endi qani qo'limizda bo'lsa 1 kunda chiqazib bersak. Xo'p, men qolgan videoni ham qo'yaman. Hurmatli haydovchilarimiz, iloji boricha podpiska bosish esdan chiqmasin. Yana bu savolinglar bo'lsa, aloqaga chiqinglar, bo'lsa kommentariyaga yozinglar. Men o'zim sizlarga aloqaga chiqaman. Hurmatli haydovchilarimiz, ular tekshirib berishdi mashinani. Mijozim ketyapti Qashqadaryoga. Ham bizning o'zimiz alohida mexanik mashinani polni tekshirib oladi. Hozir olib borib mijozga ham ko'rsatamiz buni. Mijoz ham ispat tekshirib oladi. Keyin mijozga beriladi. Ko'rasizlar? Birinchi bo'lib boshqondan olib kelib, betga olib kirayotganda tekshirilib olib kiriladi. Ko'rasizlar, kirib kelyapti hali ham. Keyin bularni chiqazayotganda mashinani ispat tekshirib beraverishadi. Topshirish jarayonini ham qo'yaman qolamiz. Xudoga shukr, yakun mana hurmatli haydovchilarimiz, ko'rib turibsizlar, Jak M3 olib keldim. Mana mijozlarimiz tekshiryapti o'zlari. Mana Toshkent Motors Jak rasmiy dilerdan polni va o'zim yerdan tekshirib oldik. Kanistralarni ham ishlatib ko'raver aka bemalol.
mijozlarimiz polni tekshirib, o'zim borib xudo xolis mana tanlab chiqazib beryaptim, chunki bu odamlar, bu akalar menga ishonib kelgan betga. Marhamat bo'lsin aka. Qalay, mashina yaxshimi aka? Zo'rmi? Mana aka ko'rdingiz, men to'lov qildinglar, 3 kun kutildim aka. Mana aka, bular ham 3-chi kun olib ketishyapti. Alhamdulillah. Qayerga ketyapti aka mashina? Qashqadaryo, Yakkabog'. Qashqadaryo, Yakkabog'ga ketyapti mana. Qashqadaryo, Yakkabog'ga ham salomlar bo'lsin mana bizani o'zimizning YouTube kanalimizda. Behruz Uzga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Hurmatli hamyurtlarimiz, shunaqa qiziqarli yaxshi videolarni xudo xolis chiqarishga harakat qilaman. Mana yaxshi yo'li chiqarishga harakat qilaman. Behruz Uz kanaliga obuna bo'lib qo'yinglar. Hammalarga yaxshi ko'rishga nasib qilsin. Xudo xolis buni ham mana YouTube kanalimizga qo'yaman. Motorlarni ham ochib ko'rishyapti. Bo'ldi. Avestorimiz hamma narsa bor. Hurmatli hamyurtlarimiz, sizlarga ham shunday mashina kerak bo'lsa yoki bir qandaydir ma'lumot kerak bo'lsa, bemalol pastdagi raqamli aloqaga chiqaringlar. Xudo xolisa xizmatlarni eng tez shaklda, eng chiroyli qilib va haqiqatan bo'ladigan ishni etaman. Xudo xolisa tiniq ma'lumotini berishga harakat qilaman. Xo'p, Behruz Uz kanaliga obuna bo'lish esdan chiqmasa, like, kommentariy yozib qo'yinglar. Yaxshi niyat qilinglar. Xudo xolis yaxshi kunga nasib qilsin.